Va nihoyat O'zbekistonda yo'q kotyolimizni bize birinchilardan bo'lib ishlab chiqdik do'stlar. Yurt turgan katyollaringizni 1 yil garantiya beramiz. Shu 1 yilning ichida servis xizmatlari tekin. Agar qizdirmay qolsa, boshqa qilsa, biz o'zlarimiz borib, ko'rib, nerindaligini aniqlab, taxlab beramiz. Ну, qasddan shikast yetkazmasangizlar, u degani, turbani bir cho'kish palta bilan urib netmasangizlar, perda taqaman deb batareyani turbani ustidan minmasangizlar, boshqa etmasangizlar, bo'ldi xudo xolasa. Bu kotyolimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu kotyolimizni listi juda ham qalin listdan, rossiyskiy garajchi listdan yasalgan bo'ladi. Esa ichine keladigan bo'lsak, ishlardan bir qator ko'rsatib o'taman do'stlar. İçine keladigan bo'lsak, içinde 4 tane kapak var. Hamma kapak ruchkali, zakonli. Do'stlar, kelganimizga 2 kun bo'ldi. Shu sababdan kotyolimiz ko'chada turibdi. Endi belə stashga bo'lmaganlik hisobina ozgina chang bo'libdi. 1 yillik garantiyali pechatimizni bosgan vaqtida chiroylatib, servartib, taxlab qo'yamiz. Belarında ventilator turadi, ligrovkalari bo'ladi. Qapoqlari ham qop-qora bo'ladi. Ligrovkasi ham qora bo'lgandan keyin ventilatorlari bilan chiroyli bo'lib turadi. Kotyolimizni ko'rib tursizlar, eshikni ochgandan keyin az biznaqlari, ichindagi listlari bor. Ayrim kotyolchilarimiz shu narsalarni e'tibor bermaydilar. Qapoqlari bor. 4 kitobli, 407 deb aytiladi. Yine kapakları bilen çötki hammasi ligrovka etilgan konkretni bo'lib turibdi. Arkasında morlarimiz ham tozalagan vaqtida shirpa ochasidan yuvib tozalab yana shirpattirib taxlab qo'yasizlar. Arkasında ko'mirni o'dinni axlatini oladigan eshiklar ham bor. Yana shunday gaplar do'stlar. Xohlasangizlar berine yaqasizlar, xohlasangizlar berine yaqasizlar. Xohlagan yerlaringizdan yaxshilaringiz mumkin. İçinde 17 dana yine 17 dana rossiyskiy turbaları var. 407'li onun üstüne 15-20 xonagacha garantiya qizdırib beradi. O'ta güçlü, o'ta zo'rda. Hozircha O'zbekistonda nomer 1 kotyollardan birisi. Hali mening kotyol bor deb o'ylanmanam, görmedim do'stlar. Uy egasi avval bu yerda gaz bo'lgan. Hamma narsasini aldib tashladi. Bunda yana avval registrdan bo'lgan ekan, o'zini turbalarini yaratib berjak edik. O'zini turbalarini qo'ymanglar dedim. Musofirda ishlatib turibman, shuncha pul qildirayotgandan keyin zakonli sifatli bo'lib chiqsin dedi. Shuning uchun o'zini batareyalarini olib tashladik. O'zini batareyalarini yaratamiz desek, ishlari tushirib ketgan ekan. Qat-qat bo'lib chirigan ekan. Chirigandan ham yana o'zini turbalari oq turba. Shuning uchun aytmadik. Bir turbasini qaqib ko'rsak, 2-3 ovuch izidan musor, lo'tira, yana bir narsalar chiqib yotibdi. Yuvib tozalab ishlatganimiz bilan ham bizani dur alyumin batareyalarimizni diqtaşıdı. Dur alyumin batareyalarimizni egasini ko'zini oldida ikkalab, ochib, paketidan qurab, qistirib berib turibmiz. Bizani o'zlarimiz instrumentlar bor. Отбойник desmi, preparator, lazerli urin, hamma narsalarimiz bor. Bolg'arka desmi, optagan aparat ishlamaymiz. Bir chamadon dollar ham bor, xudo xolasa. Job etgandan keyin. To'g'rimi, usta? Xudo xolasa shuni doldurmayapmiz. Shuni dolduramiz deb ishlayapmiz deyishingiz kerak. Bu turbalarni do'stlar uzunlari o'rataman dedi. Ya bo'lmasa zavora ishlatib beraman dedi. Avvalgi turbalarini. Shu sababdan biz o'lchab keldik turbani. Bugun yana turba keldik. Turbalarimiz 32lik Kazakskiy 208 qalinlikli qalinlikni bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda ham qalin, ajoyib
Turbalar dostlar. Onda morusuniki hamma narsasini ikkal qo'yibmiz. Onda morusini SB'sini chekkab qo'yibmiz. Hamma narsalarni o'zlarimiz bilan ikkalamiz bir gap bilan aytganda usta ukamiz ishlab yotibdi. Xudo xolasa donaqarlar bo'lsa bir like bosib qo'yasizlar. Ko'pchilik aytibdi, "Baxtiyor manzilni aytmaysan, manzilni aytib o'taman dostlar. Endi uyni Yoshullusi Rossiyada bo'lgani uchun 50 qala tumanidamiz biz. Qoraqalpog'istonda 50 qala tumanida. Qo'shni ajoyib bo'lsak, Nurli kelajak ko'chasida. Batareyalarimiz shuni ustiga quriladi. Bu yoqda mana duralimin batareyalarimiz qo'yildi. Ko'pchilik so'rabdi, Baxtiyorning uchun qachon batareyani turbalarini qish ko'tarib ketasizlar deb, yana ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yoqqa baland, bu yoqqa past. Qaytadan qarab uklon bo'ladi. Bu samotok sistemada shunday bo'ladi do'stlar. Agar nasosli sistema bo'lganda, nasos bir xil tempda aylantirib tursa, do'ppa-to'g'ri qo'yib beradik. Keyin ham divoldan ochiqligini ko'rishingiz mumkin. Divoldan ochiqligi divol bilan turbaning orasi 5 sm, egasi aytdi 5 sm qo'yib beriladi. Biz o'zlarimiz 3,5 4 sm qo'yib yurdik. Qatol batareyalarimiz duralimin batareyalar 3 jabrali. Ko'rib turganlaringizning 1 yil garantiyasi bor. Amerikanskiy kranniklar, zakonni, moshina titmatilgan, yasalgan, garantiyali. Xudo xolasa duralimin batareyalarimiz. Uyni egasi aytdi, Xudo xolasa borsam dedi. Uyimni ham men remont ettiraman dedi. Qaytaldan tok yo'llarini bir uzattiraman. Qaytaldan montaj ettirib, qaytaldan remont ettiraman dedi. Agar remont ettirajak bo'lsa, yana bu yerdan rezvoda turibdi. Chiqqattirib yozdirib oladi. Bu yoqni chiqqattirib yozdirib beradi. Dapadan o'tgan turbamizdan tushib turadi. Chiqqattirib yozdirib beradi. Batareyalardan oboyni urib, yana batareyaning joyini taqib qo'yaveradi. Xudo xolasa endi peshdan olib tashlaydilar. Mana keyingi xonamiz. Cho'tka tib yasalgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu turbalarimiz 25lik, biz 25lik, arası 32'lik. Bu yoqdasi bir pol qismi bor ekan, baland pol deydi bizning Xorazmda. Sho'ram ina o'rnatib berganmiz chiroylatib. Batareyamizning divoldan ochiqligi 3 cm. 2,5 qo'yish kerak, lekin biz 3 qo'yamiz. Egasining talablariga binoan. Bu yer kuxnyasi do'stlar. Kuxnyasini ham chiroylatib o'tirib berdik yine. Ko'rib turganlaringizdan cho'tka etib. Banesi 10 dona batareya qo'yib berdik, chunki bu yerda propanda qizdirganimdan ham hamma yoqlari zakonni bo'lishi uchun. Endi dalonni o'tamiz. Dalani ham garaj, ham yine Quvonchbek Xudarganovning obunachilari, yine professional ustamiz ishlab yotibdi. Ko'rib turganlaringizni. Quvonchbek obunachilar bilan salomlashib bering. Sasha Keng bugün Sasha Keng'ni obrazında gövdelenip o'tibdi yine. Tanıganlar bormi? Shu bizning ko'rib bilgan, kuzatib bilgan obunachilarimiz shu biladi. Bizlar shu temir sistemasida shu ko'mir qatyol, gaz qatyol, отопление, santexnika ishlarni professional darajada amalga olib sunib ketib, shunday deb xalq xizmatlariga yurishimizni hamma obunachilarimiz biladi.
Kommentariy yazıp bu kontuni sinir katıl koyup uzatıp taklap bilasizlarmi? Ama bu kontuni katıllarım kolunu üstüne alıp ketip turbalarından tartıp bataryalarını kıstırıp garantiyalar bilen tapşıramiz. Xudo xolasa yana bir ikki savollar berib turibdi. Bir yil servis xizmatini ko'rsatamiz, bir yil garantiya beramiz deb turibdilar. Aa, Shunda 2 yil garantiya berasizlarmi deb turibdilar. Ya bir yıl hem servisi hem bir yıl garantiyalar bo'laman deb turibdilar. Shuni bir yıl servisi, bir yıl garantiyası da. To'shni bir yıl oladi. ikkisini ham bir yilda ko'rsatib berasizlar. Ava, ikisini ham bir yilda ko'rsatdi. Xudo xolasa. Ya do'stlar, quri ataplarni testlarni, ko'mir katolkasini, gaz katolkasini deb turibdilar. Topli pullar ham bilasizlarmi degan savollar ham bo'libdi. Ava, topli polni qo'lni yayib, kollektorlarni ham qo'yib, yaxshi qizdirib taxlab beramiz. Agar biz tokda ishlaydigan variant aytib uni ham taxlab beramiz. Yaxshi rahmat, ishdan qo'yganim uchun uzr. Do'stlar, xudo xolasa dalanimizga ko'rib turganlaringizning katta darvozasi bor. Bu yerda mashina turadi ekan. Shu yerda mashina turadi ekan. Bu yerda 20 dona, ina beri 20 dona duralimin batareyalarimizni qo'yib beramiz. Bu yoqlari endi turba tartib taxlab kelyaptilar. Bu yoqasi tortildi. Xudo xolasa bu yoqdan kelib mashina kirib chiqqanda, odamlar kirib chiqqanda surnikmaslik uchun bu yerdan bir o't bilan 32 lik turbamizni tushirib berib, o'tib orqaga kirib ketadi. Yana bir o't bilan chiqib. Xudo xolasa. Ustalarimiz ishlab turibdi, gazini bosib 2-3 kunda bitirib beradilar, xudo xolasa chiroylatib. Agar kimda kim shunday xizmatlardan foydalanacak bo'lsa, opisaniyadagi va birinchi kommentariyadagi telefonlara telefon qilib bog'lansangizlar, chiroylatib, akkuratlatib, qizishini 1 yil garantiya berib, taxlab uzatib beradi. Bir ustamiz yine svarkada ishlayapti. Bir ustamız svarkada ishlayapti, bir ustamiz yine optaginde ishlayapti, ko'rib turganlaringizdek. Ustalarimiz professional darajada, behudadan professional ustalar deb aytamiz. Ustalarimizning 20 yil ish tajribalari bor. Ne deymiz do'stlar? Kimda kim duh konturni steni ko'tal ko'dirjak bo'lsam, yo bo'lmasa tokda qiza don ko'tal ko'dirjak bo'lsam, uyni gaz ko'tal ko'dirjak bo'lsam, ataplarni qildirjak bo'lsa, ko'mir ko'taldan ataplarni turtirjak bo'lsa, bemalol bize bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Shuning bilan bugungi videorolikimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Ko'rganda ko'rishguncha like'larni bosib, kommentariyada shaxsiy fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xudo xolasa musofirda yurgan do'stlar, birodarlarimizga sog'lik, salomatlik, omad, baxt tilab qolamiz. Xudo xolasa sizlar o'zlaringizni, vaqtlaringizni o'zlaringiz sog' bo'lsa majbursizlar va sizlarning oilalaringizda ota-onalaringiz va farzandlaringiz intiqlik bilan kutib o'tiribdi. Neki murod maqsad bilan musofirchilikka chiqqan bo'lsangizlar, shu o'ylagan murod maqsadlaringizga yetib kelishlaringizda tilakdoshiman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida baxtiyor bo'ldi.